Bir rivoyat yodimizga kelib qoldi azizlar. Bir aka-uka otalari o'lib yetim bo'ldi. O'lishdan oldin otalari vasiyat qildiki, katta o'g'illariga, sen endi o'zingni ushlab olgan, haligi mani bolamni, ukayni merosi sen taniysan, Yamanda bir odamga berganman. O'sha odamni topib ukayni merosini olib bergin. Merossiz qolib qolmasin. U odam omonatlik odam, omonatni saqlab turibdi. Ukalarini olib otasi o'lgandan keyin Yamanga qalab yurdi. Madina orqali o'tirilarkan, Madinaga kelganda bir xo'rmazorni oldida tuyadan tushib, aka-uka dam olishayotganda tuya o'zidan o'zi bir harakatga tushib, bog'ni davolini buzib xo'rmazorga kirib ketdi. Xo'rmazordan bir qariya chiqib tuyaga qarab bir tosh otuvdi. Tuya yiqildi-yu o'ldi. Tuyasini o'lganini ko'rgan darg'azab bo'lgan yigit toshni olib qariyaga qarab otdi. U ham o'sha zahoti qariyani ham boshga orilib o'ldi. Bog'dan ikkita aka-uka yigitlar chiqib, bu yetim bo'lgan aka-ukani ushashib, Hazrati Umar xalifalik zamonlari edi. Hazrati Umarni oldilariga olib kelishdi. Hazrati Umar sahobai ikromlar bilan kengash qilib o'tirgandilar. Nima gap bo'ldi? Mana bu yigit tuyasini deb otamizni urib o'ldirdi. Bola bo'yniga olib yigit ahvolli voqeani aytib berdi. Hayvonni deb insonni o'ldiribsiz. Qonga qon, bu bolalarni talabi haq. Endi chora nima qilaylik? Otamizni xunini so'raymiz, qatl qildirasiz. Bola aytdi, yigit, men qilgan jinoyatimga jazo olishga tayyorman. Lekin rahm qiling. Men qo'yvoring, Yamandan ukamga ukamni merosini olib beray. Necha kun muhlat bo'lsa, men shu muhlatda yetib kelaman. Axir siz qochib ketsangiz, shu bilan sizni qayerdan topamiz? Men iymonimni qo'yib ketaman. Men Muhammad Rasul Akram sallallohu alayhi vasallamning ummatlari musulmonman. Musulmon musulmonni aldamaydi. Endi sizga bironta odam kafil bo'lganda boshqa gapidi deganda, eng katta sahobalardan bo'lgan Abu Zar G'ifforiy turib, men shu yigitga kafilman. Aytilgan muddatda kelmasa, men turibman dedilar. O'ylab kafil bo'lyapsizmi? O'ylab kafil bo'ldim. Bir oy muhlat berildi. Bir oy oradan o'tdi. Belgilangan vaqt kechikib qolyapti. Aka-ukalar Abu Zarga qarab, aldab ketdi-ku, bilmaganingizga kafil bo'ldi. Kafil bo'ldim, men turibman. Mana men turibman-ku. Mana nima qilsanglar qilasizlar deganda, terlagan, charchagan holda yigit kirib keldi. Hazrati Umar aytdi, Allohu akbar. Keling, o'limiga yugurib shoshilib kelgan yigit, keling. Shunchalik yugurib xavotir olib tezlab kelishingizni sababi nima? Ey Amiral Mu'minin, bir oydan beri Allohdan umr so'raymanki, iymonsiz ketib qolmayin.
iymonimni qo'yib kelganman, axir iymonsiz o'lib qolsam men nima qilaman? Men shu yerda qoldirgan iymonimga, va'damga yugurib keldim. Mana keldim, iymonsiz tirik yashab yurgandan iymon bilan o'lishim afzal-ku. Oxiratimda meni mo'min musulmonligimga guvoh beradigan iymonim-ku. Abu Zar aytdilar, Nabiyimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'tganlariga hech qancha vaqt bo'lmasdan musulmonlar ummati Muhammad bir-biriga ishonmay qolibdi-ku, o'rtadagi ishonch ketibdi-ku degan so'z bo'lmasin deb umrimda ko'rmagan bolaga kafil bo'ldim. Iymon so'zini aytganda, Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning nomlarini olganda, men buni yot begona deyishga Allohdan qo'rqdim. Alloh Qur'onda innamal mu'minuna ikhva degan, mu'minlar bir-biriga bir ota-onadan dunyoga kelgandek aka-uka degan. Men o'zimni bir ukamga kafil bo'ldim. Shunda ikkita aka-uka o'rnidan turib, biz ham Muhammad Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning ummatimiz, kechdik otamizni xunini, bunday iymonlik e'tiqodli yigitni o'ldirganimiz bilan otamiz tirilib keladimi? O'zini, ukasini, birodarini musulmon o'ldirmaydi. Hazrati Umar aytdilar, mana islomni haqiqiy ustunlari, ahdga vafo, omonatga vafo, omonatga xiyonat qilmaslik, bergan va'daga sadoqatli bo'lish, bu eng katta islom ustun. Bir-biriga haqiqiy ishonch, haqiqiy birodarlik ko'rsatish, mehr ko'rsatish, ittifoq bo'lish, bu bitta katta ustun. Mardlik, yomonlikka yaxshilik qaytarish, afv etish, bu yana bir katta ustun. Azizlar, nimaga ko'proq iymon so'zi, vafo so'zi, omonat so'zi tilda qoldi? Nimaga dilimizda shu narsalarga muhabbat, ishonch yo'q? Bir-birimizga ishonmaymiz. Chunki aldab ham qo'yadi-da. Birin-bir aldab qo'ysa, bir-biriga rahm qilmasa, oxiratga nima olib boramiz? Nima olib boramiz? Shu boshimizni yerga qo'yib turg'izganimiz bilan Allohni bir qoyillatyapmizmi? Alloh bandalarini bir-biriga bo'ladigan mehr oqibati, rahm shafqati, saxovatu tantiligidan quvonadi, suyunadi. Alloh o'sha bandasini ham sevadi. Ibodatda riyo bo'lmasin deydi. Riyoni qayerdan bilib qolamiz? O'qigan namoziga amal qilmasligida, o'qigan Qur'oniga o'zi ishonmasligida, eshitgan Qur'onga o'zi ishonmasligida kelib chiqadi. Nimaga ishonmaskan deganda, nimaga rahmi yo'q, nimaga aldaydi, nimaga bo'lib turib yordam bergisi kelmaydi? Allohga ishonganlar hamisha bir-birlariga mehr oqibat ko'rsatib, oxiratda Alloh oldida yuzlari yorug' bo'ladi. Inshaalloh Robbil alamin.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين